Ko'pgina oilalarda shunday vaziyat yuzaga keladi. Ota-ona uyni farzandiga qayta rasmiylashtirmoqchi bo'ladi. Uyga bo'lgan mulk huquqi ota-onadan merosxo'rga o'tadi. Yodingizda bo'lsin, mulk huquqi bir mulkdordan boshqasiga o'tish uchun 1 oy muddatda ko'chmas mulkka egalik huquqi davlat ro'yxatidan o'tkazilishi shart. Buning uchun davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali onlayn ariza bering. Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni qanday ro'yxatdan o'tkazish mumkin? Birinchi qadam: huquqni tasdiqlovchi hujjatlarni, oldi-sotish shartnomasi, meros, hadya, almashtirish shartnomasini tayyorlang. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali onlayn ariza bering yoki yashash joyingiz bo'yicha davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Ro'yxatdan o'tkazish yig'imini to'lang. Ikkinchi qadam: 2 ish kundan keyin arizangiz maqomi haqida xabarnoma olasiz. Sizga ko'chmas mulkka egalik huquqi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi haqida elektron yoki qog'oz shaklda ko'chirma beriladi. O'zgartirish kiritilmagan ko'chmas mulkni hadya qilayotgan bo'lsangiz, davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi ko'chirmani 2 ish kunda notariusning o'zidan olishingiz mumkin. 2020-yil 1-martdan boshlab O'zbekistonda bosqichma-bosqich yangi namunadagi plastik kadastr pasporti joriy etilmoqda. Uyingizni va ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlaringizni himoya qilish uchun uni hozir davlat ro'yxatidan o'tkazing.